Badanga sivritka. Nima hamma nuqul yuzga o'xit haqida gapiradi-yu, telo haqida gapirmaysizlar? Qancha zira. Давайте bugun maslaga yuz parvarishdan tashqari telo uchun qanaqa o'xit qilishimni ko'rsataman. Eslatib o'taman, meni tanamam, sochim terisi ham yog'li. Tana uchun mana shunaqa puxli machalka ishlataman. Sani ham kuni yetib kelib qopdi-yu. Undan keyin gelli dush, meni eng yaxshi ko'rgan redim Sol de Janeiro. Ishonavering, buni ishlatganingizdan keyin sizni kilometrdan ham his qilishni boshlashadi. Prям Brazilian hidga o'tdi-yu sana. Qimmatsan-da faqat. Keyingisi tana uchun skrab. Buni yozda ishlatgan yaxshi yoki issiq mamlakatlarga borganingizda. Qishda va sovuq kunda 3-2. Keyingisi tana uchun krem. Sovuq kunda bilamiz, любой odamni terisi qurishni boshlaydi. Ayniqsa tizza va tirsaklar qismi. Namlantiradigan krem обязательно bo'lishi kerak. Kelinlar, sarpaga mashinadan boshlaymiz. Keyingisi badan uchun sivritka. Yo, men o'zi unaqa qizmas edim. To'g'risini aytaman, badan uchun sivritkani men birinchi marta ishlatib ko'rgan bo'lsam ham, prosta. Nimaga? Menga buni strukturasi yoqdi. Juda ham suyuq, lekin tanaga shimilishi oson. Hidi bambichna, ko'rinishi estetichniy. Buni ko'rganimda battar cho'milgim kelaveradi. Xo'sh, kuniga 3 marta. Yuzga qanaqa o'xit qotgan bo'lsangiz, soch, tirnoq va tanaga ham undan kam o'xit qilish kerak emas. Esingizdan chiqarmang, go'zal ayol bu, sochi qalin, tirnog'i sinmaydigan va tanasida dog'du hamda qurishlar yo'q bo'lgan ayol. Har doim go'zal bo'ling.